Ozoda Nursaidovaning klipida suratga tushayotgan model aktrisa Sabrina Jabborovani gelik bosib ketdi. Bu haqda aktrisaning o'zi ma'lum qildi. Uning aytishicha, holat 2024-yilning 7-noyabrida Ozoda Nursaidovaning Dilbarim qo'shig'i uchun klip suratga olish vaqtida yuz bergan. Sabrinaning aytishicha, mashina rulida shu klipda suratga tushayotgan boshqa bir voyaga yetmagan aktrisa bo'lgan. U klipda operator va rejissyor bo'lgan shaxsning ko'rsatmasi bilan gaz pedalini bosgan. Keyin esa mashina boshqaruvini yo'qotib, Sabrinaning ustidan 2 marta o'tib ketgan. Oqibatda uning tos suyagi singan va boshqa qator og'ir jarohatlar olgan. Sabrinaning hayoti 9 soatlik operatsiyadan so'ng saqlab qolingan, ammo jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani natijasida qiz nogiron bo'lib qolgan. Sabrina tarmoqlarda yordam so'rab qilgan murojaatida mashina rulidagi voyaga yetmagan qizni suratga olish jarayoniga A.Q. olib kelgani va unga haydashga ruxsat berganini yozib qoldirgan. Sabrina suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmaganini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Sabrina tergovchi unga ish materiallarini taqdim